Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda xitinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy ishg'oliyatini pardozlash uchun Kuchada cho'ng muzey to'pi yasashni planladi. Xitoy Sharq Turkistonda tarixiy binokorliklarni, masjid, madrasalarni vayron qilish bilan birga Sharq Turkistonning Uyg'urlarning tarixini burmalaydigan muzeylarni, organlarni qurayotgan bo'lib, yaqinda yana Kuchada Sharq Turkistondagi eng cho'ng muzey turkumi qurishni planlagan. Sharq Turkistondagi Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, yaqinda Xitoy madaniyat yodikorliklari idorasi atalmish Kucha Yipak yo'li davlat madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash va uningdan foydalanish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurilishini yo'lga qo'yish loyihasini ma'qullagan bo'lib, Kucha shahrida madaniyat yodikorliklaridan foydalanish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurilganligi uqtirilgan. Xitoy mazkur tur qurilishi orqali Kucha shahrida Sharq Turkistondagi eng cho'ng muzey turkumini qurishni planlagan bo'lib, Xitoy g'arb madaniyligidan o'zaro o'rnak olish, ming yillik kusan ko'p xil madaniyatning yo'g'irilishi qatorliq Xitoyning ishg'oliyat tarixini burmalash urinishlariga mos temalarda sayohat nuqtalarini barpo qiladi ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, mazkur tur 2027-yilning 5-ida o'tkazib olindi ekan. Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda ko'plagan muzeylarni va tadqiqot organlarini ta'sis qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini yoshirish, Uyg'ur tarixini burmalash, o'chirish uchun xizmat qildirmoqda. Jumladan Xitoy bultur Kucha yer osti qadimiy qabristonligi muzeyini ochib, qadimiy qabrining qurilish alohidaligi va madaniyat elementlarini ilmiylikka zid holda burmalab tushuntirgan edi. Va mazkur qabristonlikning Sharq Turkistonning tarixdan beri Xitoyning boshqarishida ekanligi, Uyg'ur madaniyatining amaliyotda Xitoy madaniyati bilan bog'langan o'zaro yo'g'rilgan madaniyat ekanligi, tarixda Sharq Turkistondagi har qaysi rayonlarda Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlari emas, balki Xitoydagi har qaysi millatlarning o'rtaq yashaganligidek nomussizlarcha safsatini kuchab tashviq qilgan edi. Bultur xalqarалық mukofotlar birlashmasi va Amerika muzeylar ittifoqi birlikda tarqatadigan Muse loyiha 6 mukofoti Xitoy ochgan Kucha yer osti qadimiy qabristonligi muzeyga berilganligi uchun tanqidga uchragan edi. Xitoy bo'lsa buni alohida utuq sifatida tashviq qilgan edi. Bir qism Yevropa korxonalarining vakillari Urumchiga bordi. 8 may Xitoy Yevropa korxonachilari iqtisod va savdo almashtirish yig'ini Urumchida o'tkazilgan bo'lib, Ispaniya, Gollandiya qatorliq davlatlardan kelgan bir qism korxonachilar va Sharq Turkistondagi 60 necha Xitoy shirkatining vakillari qatnashgan. Xitoy kundalik gazetining xabarida bildirilishicha, mazkur yig'inga Yevropa korxonachilar vakillari o'makidan 18 kishi va Xitoyning Sharq Turkistondagi aloqador organlarining shirkatlarining vakillari qatnashgan bo'lib, yig'inda savdo hamkorligini kengaytirish, sun'iy idrok texnikasi, chegara halqagan elektronlik savdo ixtisosliklarini almashtirish va Sharq Turkistonda o'tkaziladigan bu yillik Xitoy Osiyo Yevropa tovar savdo ko'rgazmasining tayyorliklari muzokara qilingan. Xabarda Xitoy va Yevropaning savdo miqdorining dastlabki mezgillardagi 2 milliard 400 million dollardan bugungi 780 milliard dollarga yetganligi, Xitoy Yevropa yuk poyezdi qatnash sonining 100 ming qatimdan oshganligi, Sharq Turkistonning bo'lsa bir balvoq bir yo'l planidagi yadrolik rayon ekanligi qayd qilingan. Xitoy navbatda 2025-yillik Xitoy Osiyo Yevropa tovar savdo ko'rgazmasiga tayyorlik qilayotgan bo'lib, mazkur ko'rgazma 26-iyun boshlandi ekan. Ko'rgazmaga Xitoyning necha minglagan shirkatlari qatnashgandan sirt, yana 80 necha davlatning Xitoydagi elchixona, konsulxonalarga taklif avatilgan. Garchi Yevropa ittifoqi majburiy emgakka qarshi qaror ma'qullagan bo'lsa-mu, Uyg'ur majburiy emgaki konkret bekitilmaganligi uchun shirkatlarning Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasi davomlashmoqda. Xitoy majburiy emgak mahsulotlarini to'salg'usiz holda Yevropa, Osiyo ellariga to'shimoqda. Amerika Xitoyning bir qism korxonalarini jazo tizimligiga kirgizdi. Amerika Moliya ministrligi 8 may Iranning neft eksportiga qaratgan jazoni texmo kuchaytirganligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Xibey o'lkasidagi bir neft cheklash zavodi va Shandong o'lkasidagi 3 port terminali shirkatini jazo tizimligiga kirgizdi. Mazkur shirkatlar Amerikaning Ironga yurgizgan jazosiga xiloflik qilib, Iranning necha 100 million dollar qimmatidagi xam neftini setib olgan yoki to'shqi qulaylik yaratib bergan. Amerika Moliya ministrligining bu vaqtdagi bayonotida qayd qilinishicha, Xitoy Iron neftini eng ko'p setib olguvchi ekan.
jazo tizimligiga kirgizilgan zavod shirkatlar Iranning xam neft eksportidagi muhim liniyaga aylangan. Bu harakat Amerikaning Xitoyning neft cheklash zavodlariga qaratgan 3-chi qatimliq jazo qarori hisoblandi ekan. Bildirilishicha, bu jazo qarori Xitoyning boshqa cho'ng tipdagi neft cheklash zavodlarining Irandan xam neft setib olishining oldini olishga boshlagan. Amerika Moliya ministri Scott Bessent axborot e'lon qilish yig'inida Prezident Trumpning eng chong besim harakatining bir qismi sifatida Moliya ministrligi bugun Irandan xam neft import qilgan yana bir neft cheklash zavodiga jazo yurgizdi. Bizning Iran hokimiyatini neft kirimidan texmo ilgirlab mahrum qilish va ularning muqim kun tartibga buzg'unchilik qilishining oldini olish irodamiz qat'iy degan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bir bayonotida yana Iran neft kirimidan foydalanib, muqimsizlik harakatini mablag' bilan ta'minlaydi ekan. Amerika Iran va jazodan qochayotgan sheriklarining hammasini javobgarlikka tortadi deb ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Iranning neft eksporti uzundan buyon Sayif floti deb atalgan bir turkum may paraxodlarining transportiga tayinib kelgan bo'lib, ular dengizda yo'tkab to'shish, paraxodning tizimlash ma'lumotlarida soxtalik qilish va avtomatik farqlantirish sistemasini taqash orqali xalqaroning nazorat qilishidan o'zini qochirib kelgan. Amerika amaldori G'azzada urush to'xtatilmasa, Isroiliyaning ig'ir badal to'laydiganligini bildirdi. Isroiliya axborot vositalari Amerikalik bir yuqori darajalik amaldorning Tel Aviv hukumatining G'azzada urush to'xtatish va asir almashtirish kelishimini qabul qilmagan taqdirda nihoyat ig'ir badal to'laydiganligini aytib ogohlantirganligini xabar qildi. Yerusalim pochtigasining chorshanba kundagi xabarida Amerika amaldorlari bilan G'azzada tutib turilayotgan isroiliyalik tutqunlarning oila tabiatlari o'rtasida bir yig'in o'tkazilganligi xabar qilingan. Xabarda ko'rsatilishicha, yig'inda ismi oshkorlanmagan amerikalik bir yuqori darajalik amaldor Isroiliyaning urush to'xtatishni yangilash va asir almashtirish kelishimi suhbatlaridagi pozitsiyasini tanqid qilib, Isroiliya qatnashmagan taqdirdami Amerikaning Saudiya Arabiston bilan rayonlik bir kelishim hosil qilganligini bildirgan. Mazkur amaldor G'azzadagi asirlarning urushning oxirlashtirilmasligining badalini allaqachon to'laganligini ta'kidlab, agar hozirga qadar urushning oxirlashtirilmasligining badalini tutqunlar to'lagan bo'lsa, bu badal faqat tutqunlar uchun emas, balki Isroiliya uchun texmo ig'ir bo'ladi deganlarni qayd qilgan. Ismi oshkorlanmagan Amerika amaldori yana Yamandagi Husiylar bilan hosil qilingan urush to'xtatish kelishimining faqatli bir boshlanish ekanligiga ishorat qilib, agar Isroiliya hushini topmasa, hatto asir kelishimimi Isroiliyasiz amalga oshadi deb ogohlantirgan. Yig'inga qatnashgan isroiliyalik asirlarning yaqinlari Amerika amaldorining so'zlariga Isroiliyani shartsiz qo'llab kelgan bir ittifoqdoshning xitob qilish uslubini o'zgartishi deb baho berishgan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.